Assalomu alaykum. Biz o'tgan darslarimizda takrorlanuvchi algoritmlar, while va for sikli bilan tanishib o'tgan edik va ularni qanday ishga tushirishni o'rgandik. Lekin ularni qanday boshqaramiz? Tasavvur qiling, bizda navbatda tekshirishimiz kerak bo'lgan 100 ta hujjat bor, lekin 10-hujjatga kelib xatolik topdik va biz ishni to'xtatishimiz kerak yoki ba'zi hujjatlarni tashlab o'tishimiz zarur. Biz bu siklni bo'ysundirishni o'rganamiz. Ya'ni bu darsimizda. Xo'p, bizdagi birinchi siklimiz breaks sikli hisoblanadi. Buni keling ko'rib chiqamiz kod yozish jarayonida. Yangi ishchi maydon ochib olamiz. Xo'p. Aytaylik, bizda son berilgan birdan 11 gacha. Va 2 nuqta agar sonimiz, ya'ni i o'zgaruvchimiz teng bo'lsa 5 ga to'xtat. Va if ichida chiqar sonni emas, i'ni. Ya'ni biz sonni i o'zgaruvchi bilan kiritganligimiz sababli. Hop, ekranda ishlatib ko'ramiz. 4-dars. Mana bizda asosan 1dan 11 gacha sonlar berilgan edi. Mana lekin 5 ga kelib to'xtatdi. Agar mana shuni breakni o'chirib borsak, ikkida kommentga olib turamiz. Ya'ni komment vaqtinchalik ishlatmaydi operator. Mana ko'rganingizdek 11 gacha bo'lgan sonlarni, 1dan 11 gacha bo'lgan sonlarni chiqarib berdi. Biz agarda ma'lum bir shart qo'ymasak yoki to'xtatishni so'ramasak. To'xtatgan so'raganligimiz uchun u 5 ga kelib to'xtatdi dasturimiz. Breaktive funksiyasi ya'ni shundan iborat. Xo'p, keyingi siklimiz continue. Bu tashlab o't. Ya'ni continue operatori biroz boshqacharoq. U siklni butunlay to'xtatmaydi, shunchaki joriy qadamni tashlab o'tadi. Keyingisiga o'tib ketadi. Bu xuddi ro'yxatdagi nomaqbul narsani filtr qilishdek gap. 1dan 5 gacha sanashimiz kerak, lekin o'sha raqamni chiqarmoqchi emasmiz. Keling kodini yozib olamiz. For range 1dan 5 gacha bo'lganligi uchun 5 son o'zi ham chiqishi kerak bo'lganligi uchun 6 gacha deb olamiz. Va 2 nuqta. Keyin agar shart beramiz, i o'zgaruvchimiz teng bo'lsa 3 ga 2 nuqta tashlab o't deymiz. Va ifdan so'raymiz chiqarishini. If ichida print keling endi natijani tekshirib ko'ramiz. Mana bizga 1dan 5 gacha bo'lgan sonlarni chiqarib berdi. E'tibor qilganingizdek 3 sonni chiqarmadi. Xo'p, keyin o'tgan darslarimizda ko'rib o'tgandik. Bu bo'yicha agar bizga hozir natijani ketma-ket chiqaryapti, agarda yonma-yon chiqarish uchun end o'zgaruvchidan foydalanamiz. Keyingi bizdagi siklimiz else sikli, ya'ni ish muvaffaqiyatli yakunlandi. Sikllarda ham else borligini ko'pchilik bilmaydi. Sikl ichida else blogi faqatgina sikl oxirigacha, hech qanday break sizga to'liq
ishlab bo'lmasa, keyin ishga tushadi. Bu jarayon muvaffaqiyatli tugatilganini tasdiqlash uchun kerak. Misol uchun, for x in range uch deb olsak, print qavs ochib olamiz va kommentga, ya'ni ekranga chiqadigan so'zimizni yoza olamiz. Yuklanmoqda va yopamiz qo'shtirnoq. Chiroyliroq bo'lishi uchun. Else aks holda print barcha fayllar yuklab bo'ladi. Ekranga chiqish uchun qo'shtirnoq qo'yamiz, bo'lmasa o'zgaruvchiga aylanib ketadi. Endi tekshirib ko'ramiz. Mana bizga chiqarib berdi. Yuklanmoqda, barcha fayllar yuklab bo'lindi. Ya'ni else buyrug'i asosan sizni rag'batlantirish uchun ishlatilinadi. Endi bizga 3 marta yuklamoqda deb yozib berdi. Dastur kodining maqsadi shundan iborat edi. Xo'p, bugungi darsimiz shu. Xulosa qilsak, break siklni butunlay sindiradi, ya'ni to'xtatadi, continue bitta qadam sakrab o'tadi, else sikli to'liq tugasa tabriklaydi. Ushbu vositalar yordamida biz anchagina aqlli va moslashuvchan dastur yoza olamiz, albatta. Bugungi darsimiz shundan iborat edi.